10 yildan keyin ingliz tilini bilmaslik, hozirgi kunda telefon ishlatib bilmaslik bilan birgalikda deng bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Nima uchun desa, hozirgi kunda kompyuter, telefon ishlatib bilmaydigan odamlarni imkoniyat darajasi cheklanib qoladi. Aynan ingliz tili ham xuddi shuningdek desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng kuchli universitetlarda bilim olish, eng yaxshi mutaxassislardan ilm olish yoki eng yaxshi ishlarda ishlash, buni hammasini eng katta ustunligi bu ingliz tili va hozirgi kunda aynan siz farzandingizga ingliz tilini o'rgatishingiz bu uni kelajakda qilgan eng yaxshi sarmoyalardan birisi bo'ladi. Hozirgi kunda Xorazmda ingliz tilini o'rganish bo'yicha haqiqatdan variantlar ko'p, lekin aynan ingliz tilini muhitini beradigan yer menimcha yo'q desak ham bo'ladi. Xalqaro standartlari talabini javob beradigan sinflar biz uchun ta'limdagi yangi bosqich hisoblanadi. Shu maqsadda Omon School yangi o'quv yili uchun ingliz tili sinflarini yo'lga qo'yayotir. Bu sinflarda o'quvchilar ingliz tilini fan sifatida emas, o'zlarimizni ona tilimiz, o'zbek tilini nishatib o'zlashtirsalar, aynan shuning niyatib qabul etadilar. Bundan asosiy maqsad birinchi o'rinda erkin muloqot qilish, ya'ni ingliz tilida erkin bemalol suhbatlashish. Ikkinchi maqsadimiz esa chet ellik xalqaro nufuzli universitetlarni aynan Omon School'ning o'zidan tayyor holatda chiqib ketishi. Hozir Omon School'da ingliz tili sinflarini pre-school hamda birinchi sinf o'quvchilarini qabul boshlangan. Agarda sizdan farzandingiz, ya'ni 6-7 yoshar farzandingiz xalqaro standartlarga mos ta'lim olishini xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisi yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.